Ayrıldık-ku bizlar, seni sevgin uçar, seni sevgin uçar. Ayrıldık-ku bizlar, ayrıldık-ku bizlar, seni sevgin uçar, seni sevgin uçar. Ayrıldık-ku bizlar, nega? 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 Ayrıldık-ku bizlar, seni sevgin uçar, seni sevgin uçar. Ayrıldık-ku bizlar, seni sevgin uçar. Ayrıldık-ku bizlar, seni sevgin uçar. Ayrıldık-ku bizlar, nega? Xonimlar va janoblar, biz va'da qilganimizdek bugun studiyamiz mehmoni ham mavjud, aynan Davron Kabulov bilan birgalikda ushbu mehmonimiz bilan ajoyib suhbatni amalga oshiramiz. Bu insonni menimcha internet tarmog'i orqali juda ham bir ko'plab yurtdoshlarimiz juda ham yaxshi tanishadi deb bemalol ayta olishim mumkin. 2014-yilda aynan internet olamida o'ziga xos bir shov-shuvli videoni taqdim etgan, video klipni taqdim etgan ajoyib bir do'stimiz Umidjon Shermatov studiyamiz mehmonilar va nima deymiz? Assalomu alaykum. Eslatib o'taman, qaysi Umidjon degan savol tug'iladigan bo'lsa, o'sha internet tarmog'ida nega deb nomlangan taronalar ila kliplar ila ancha shov-shuvga sababchi bo'lgan Umidjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum avvalambor. Davlaringizga taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Yangi laym bilan chin qalbimdan tabriklab qolaman. Zaharlar sizlarga o'tiribsiz, rahmat. Voy, oka gapirar ekanlar. Rahmat. Juda ham xursandmiz sizni aynan Grand Radiosida qarshi olayotganimizdan. Oldinda reklamani o'tkazib olamiz, bitta tarona tinglaymizda, ana undan keyin nega deb nomlangan aynan mana shu klipga oydinlik kiritib o'tamiz. Kelishdik? Mayli. Hurmatli xonimlar va janoblar, eslatib o'tamiz, studiyada Ibrohim Ahmedov, Davron Kabulov va albatta internet olamida juda ham bir ommalashgan o'sha nega 2004-yilni bahor yoz faslidagi eng ommalashgan klip muallifi va ijrochisi tarona nega Umidjon Shermatov studiyamiz mehmonilar. Xush kelibsiz yana bir bor. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Davron, savollarga o'tishingiz mumkin. Marhamat, Davron Kabulov bizda. Men savol beraman. Men qo'shilib turaman. Hayotingiz va ijodingiz haqida gapirib bering bizga. Hayotim ijodim haqida so'ramoqchisiz? Ha. Umuman, Birinchi hayotingiz haqida, keyin ijodingiz haqida. Hayotimni aytadigan bo'lsam, juda oddiy hayot kechirganman. Aha. Endi oilada bitta ukam va o'zimman. Aha. Shu bo'ldi. Bo'ldi. umuman olganda mana shu ommalashgan taronangiz mana shu internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ommalashib ketdi. Haqiqatan har xil rasmlar, barchasida sizni rasmingiz. Nega ushbu tarona umuman qayerdan paydo bo'lgan? Klip umuman Juda bir dardli qo'shiq, yurak tubidan chiqqan nido desa ham bo'ladi. Kim sizni unaqa xafa qilgan? To'g'risini aytavering. Yo'q, men o'zim ko'plab she'r yozishga qiziqaman yoshligimdan. Ha, She'r yozib turaman. shunchalik biz yetmaganda hali she'r ham yozasizmi? Shu bo'lib turadi. Ha, she'rlar ham yozib turasiz. Yozib turamiz. Ha, demak u ani negani she'rini o'zingiz yozgansiz. O'zim yozganman. Aha, qanday qilib bu tarona holatiga keldi? Klip umuman qayerda suratga olingan? Endi aka bu vodiy tomondagi olingan klip edi. Endi bolalar men she'r yozishga qiziqqanimga she'rni yozib bergin deyishgan menga. O'zim muzika solib shu olaman deyishgan. Bolalar aytishgan. Endi men she'rni yozib berdim. Endi buni tushirolmabdi endi yo'liga. Ha, yo'liga tushirolmay. Baribir nega bo'lib qolgan? O'zi vodiydanmisiz? Vodiydaman. Vodiyga qayoqdansiz? Farg'onadanman. Zakanaldan. Farg'onadan. Abdulla Qodiriy ko'chasi Zakanaldan. Ayyo, endi ko'chasini aytish shart emas-ku. Endi yangilik yaxshi bo'ladi. Umuman san'atga qiziqasizmi? Qiziqaman. Klip kim suratga olgan? Men haligacha mana shu klip haqida so'ramoqchiman. Klipni yonimizda aka surat olganda, men endi unga qo'shiq qilib bosaman deb olganlar aka. Men klipni ham o'zingiz olgansiz diyorum. Yo'q. Hali san'atkor haqidagi latifa bor edi-ku. Ashulalaringizni kim yozadi? Siz o'zim. Musiqasini-chi siz o'zim. Kechirasiz, kliplaringizni kim oladi? Siz o'zim. Muxlislaringiz ko'p bo'lsa kerak, siz o'zim dedi. Endi bilmayman nima deyishim. Hozir siz kutganmisiz mana shu
tarona internet olamida mana shu klip juda ham bir ommalashib ketishiga. Yo'q, kutmagandim lekin. Qayerdan sizga bu xabar yetib keldi? Mana misol uchun klip internet tarmog'ida ommalashdi. Sizga kimdir aytdimi? Ko'chaga chiqqanimda bolalar telefonlarida endi men rasmlarimni, kliplarimni qo'yishgan, men kutmadim lekin. Kutilmagan holat bo'ldi aka bu. O'zingiz lekin kutmadim o'zim. Bu bilasizmi, bu mashhurlikning yana bir yo'li, bilasizmi? Bu ba'zi birovlar necha yillar bir ijod qiladi, mashhurlik darajasiga ko'tarish juda ham qiyin bo'ladi, lekin siz qisqa fursat ichida ko'chada tanib qolishyaptim. Ko'p tanishyapti. Ko'p tanib qolishyaptim. Kartoshkani arzonroq berishyaptim. Shu. Yo'lda qilib berishyapti. Nimada qilib berish? Yo'lda qilib berish. Yo'lda qilib berish. Endi hozir eshitishimizga qaraganda Toshkent shahrida professional faoliyatni boshlash arafasida turgan ekansiz. Xudo xolasa. Shu haqida gapirib bersangiz. Professional faoliyatga, ya'ni o'zingizni professional faoliyatingizni boshlabsiz. Kim bilan ishlayapsiz? Yonimizda endi hozir mana bir ajoyib bir kompozitor inson borlar, hozir yoningizdalar. Umuman qayerdan paydo bo'ldi endi bu yog'iga professional faoliyatni boshlash? Mani shu kishim Farruh Badalbayev ustozim topdilar. Uyda o'tirganimda uyimga borib olib keldilar o'zlari. Hozir shu ustoz bilan ishlayapman. Farruh aka ham biladilar. Kim bilan? Zo'rda, mana xonandani xalq tilida aytganda ko'tarish uchun, uni xalqqa tanitish uchun odatda juda ko'p vaqt mehnat qilinadi. Tayyor o'zi tanilib turgan xonandani chaqirtiradi. Farruh aka biladilar nima qilish. Xo'sh, bu yog'ini Farruh aka sizdan eshitamiz. Farruh Badalbayev studiyamizning mehmoni, ajoyib ijodkor, ajoyib kompozitor, ko'plab yulduzlar bilan faoliyat olib boruvchi ijodkor Farruh Badalbayev aynan Umidjon Shermatov bilan faoliyat boshlabdilar. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor yurtdoshlarimizga yangi yilni tabriklayman, ko'p kelayotgan. Endi davron aytgandaki, boshlab olish oson. Uni davom ettirish, uni ushlab turish, bu narsa qiyin narsa. Endi men bu bolani birinchi ko'rganim o'zida, mana shu telefonda ko'rganim o'zida qanaqadir dilimda nimadir paydo bo'ldi. Shu bola menga kelsa, yaxshi o'rgatardim ashulasini deb bir dilimdan o'tkazdim-da shu narsani. Keyin shu bilan bir oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin rosa qidirdim desam, juda xunuk bo'ladi, qidirib. Keyin shu bir sababga ko'ra Rossiyada tanishimiz bor edi. Shu tanishimiz telefon topib berdi, bu bola ham Rossiyaga ketib qolgan. Rossiyadan keldi, bu Farg'onada o'tiribdi uyda deydi. Keyin Farg'onaga ketdik deb. Shu yigit ham o'tirib qolmasin deysiz. Yo'q, o'tirib. Yugurib ketsin dedim. Yugurib ketsin. Yaxshi, yaqin orada bo'lmasa sprinter sifatida ko'rib qolishimiz ham mumkin ekan. Endi xudo xolasa, mana sizlar borsizlar, mana tanishlar bor. Endi men o'ylaymanki, yangi yilda har bitta inson birinchi maqsadi, niyati yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda quvamiz bu narsani bir tanilib ketish yoki bir shu orqali yulduz bo'lib ketish degan narsa yo'q. O'zini bir qanaqadir ko'nglimiz borgandan keyin ham yanada xato qilmaganimiz va achinmasdan bu narsaga Xudoga shukr shu bolani ko'rib yanada mehrimiz oshib, endi yangi narsalar mana toshib ketyapti. Mana 2015-yilda ikkita taronasi efirga chiqadi, xudo xolasa. Umidjon bir narsani esdan chiqarmay, Farruh aka bilan ishlagan xonandalarning 90% keyinchalik san'atda yaxshi o'rin topib ketgan. Bu yo'g'iga endi o'zingizdan mehnatga ham bog'liq, albatta-yu. Ana endi keyingi savol, mana biz bu Farruh Badalbayevga Umidjonni biz aynan nega deb nomlangan o'sha taronalarda ovoz imkoniyatlarini ko'rdik va endi xullas professional ijodkor sifatida siz o'z fikringizni bildirib o'tsangiz, Umidjonning ovoz imkoniyatlari qanaqa? Ovoz imkoniyati agar termin bo'yicha gapirsak, muzikальный termin bo'yicha sluhi yaxshi. Faqat o'tda tananish baland bo'lgani uchun bo'la uyda o'sha o'zligida mikrofoni bor, kompyuteri bor, shu qo'shiqqa she'r yozib bergin, keyin aytib bergin deyishgan. Kim bu aytib bergan? Aytib bergandan keyin shuni o'rganamiz, mana qilishadi-yu. Shu qo'shnisi uni ko'rib qolib, shu ashulaga o'zing bir klip qilib aytib bera qol, shuni ovoz plyusi bilan qilishgan. Bu ham
sodda bola. Qo'shningiz ustingizdan kulmoqchi bo'lgan ekan-da o'zi. Bu narsani biz mana Toshkentda qanaqadir intrigalar to'g'ri tushunadi-da bizda Toshkentda. Endi bu yerda men bitta narsadan xafa ham bo'ldim yoki bir anaqa bo'ldimki, bu bolani tushunishmagan ko'pchilik bu narsani. Bu narsani tushunishmagan. Endi mana hozir yaxshi etib ketsa, balkim yaxshi tushunib bir yana zvizda bo'lib, yulduzli darajasiga erishib ketsa, umuman 180 gradusga boshqa bo'lib ketadi. O'shanda endi hozir mehnat, katta mehnat. Endi hozir bu nega taronasini nafaqat Toshkentda, balki O'zbekistonda hozir har bitta shahrida, har bitta qishlog'ida ham hozir bilishadi va bu masalada faqatgina poytaxt farvat qilib ko'rsatish menimcha noo'rin bo'lsa kerak. Endi bu yoqqa butun O'zbekiston eshitishga ulgurdi menimcha. Umuman olganda Umidjon, haqiqatan siz aynan mana shu klip orqali juda ham ko'p muxlislar, qaysidir ma'noda aytishimiz mumkin, bilmayman, hatto nima deyishni ham bilmay qoldim. Ya. Umidjon, siz hech qanaqa yulduz emassiz, hech qanaqa zvizda emassiz. Shunda choy damlab keldingmi? Va Davron Kabulov savollari bor studiyamiz mehmoniga, aynan Umidjonga. Marhamat. Savolim bor edi meni. Mayli. Maylimi? Mayli. Rahmat ishqilib ruxsat beryaptgaringizga. Xo'sh, ustozingiz kim yoki g'oyibona ustozingiz? Qaysi san'atkorlarni hurmat qilasiz? Ijodini kuzatib borasiz va kimni yo'nalishidagi qo'shiqlar sizga yaqinroq? Endi to'g'risini aytsam, men yoshlikdan o'zim qiziqib kelardim shu insonga. Bu inson O'zbek Baslik. Xo'p, Shu Laskumayda borgan Yurish Atunov. ha. Shuni qo'shiqlarni eshitib borardim yoshligimda. Zabut меня, zabut. Da, shoshilab. Xo'sh, Yurish Atunovdan tashqari o'zbek estradasini ham kuzatib borsangiz kerak, menimcha. Ulug'bek Rahmatulloyev. Ulug'bek Rahmatulloyev. Mana endi bildim kimdan chiqqanini, shuncha gap. Ulug'bek Rahmatulloyev ijodini sinchkovlik bilan kuzatib borasiz. Boramiz. Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Endi omadim kelmadi degan qo'shiqlari bor-ku. Aha. Ya'ni o'zingizdan reklama qilib chiqamiz. Baxt qarorlarni shular. Omadim kelmadini jonli aytib bera olasizmi? Endi harakat qilib ko'raman. Qani? Omadim kelmadi sevgi bobida, insongoh ojizdir hayot oldida, sevgimga yetolmay egildi boshim, aylanar bildirmay ko'zimda yoshim. Nega? Rahmat. Shularni ham jonli eshitdik. Eksklyuziv FM 101.5 Radio Grand muxlislari ruscha aytganda prosim, ya'ni talab qilishadi sizdan shu qo'shiqni. Diqqat qiling hurmatli xonimlar va janoblar, jonli ijroda birinchi marotaba. Endi shu joyni. Qaysi joyini? Naqoratini aytib berasiz. Bo'ldi. Kerak. Joyini. Ayrıldık-ku bizlar, seni sevging uchar, seni sevging uchar. Ayrıldık-ku bizlar, seni sevging uchar, seni sevging uchar. Ayrıldık-ku bizlar, nega? Qorbobog'im oppoq, peshonasi yalpoq. Astasi uzunchoq. Ko'proq bering bizga sovg'alar. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Umidjon Shermatov studiyamiz mehmonilar, gap bo'lishi mumkin emas. Albatta, jonli ijroni ham hamma ijro eta olmaydi. Shu aka. Endi bu yog'iga qaysi taronalar ustida ish olib boryapsizlar? Mana professional faoliyatingizni boshladingiz Farruh Badalbayev bilan birgalikda. Qanday taronalar umuman, qaysi yo'nalish? Sir bo'lib qola qolsin. Nega? Shu. Ha, sir bo'lib qola qolsin deyapti. Nima deydi? Hozir mana ko'rdinglar, raspevkani ozgina foydasi borligini. Raspevkada hozir bu bola faqat shug'ullanishlar bilan iborat. Raspevka qilyapti faqat. Endi nima desak bo'ladi? Professional уровеньda baribir bizani anaqa ozgina talabimiz kuchliroq. Professional уровеньda yo'nalishda chiqarishga. Bu bolani endi xudo xolasa 2015-yilda yoki shu nega qo'shig'i o'zi aytib chiqadi yoki Duet tarona hali. Duet tarona bo'ladi. Kim bilan? Endi bu yana sir desam bir. Nega?
o'shancha nega biza bilan emas degan savol bo'lmas uchun bir qanaqadir savollar tug'ilib ketib odam bo'lmas uchun. Duetdosh kim tomonidan tanlanyapti? Duetdosh endi men tarafdan tanlanyapti. Hozir mana duet borasida tashrif buyurayotganlar bormi? Misol uchun mana Farruh aka birga ishlashni boshladi. Biz bilan duet kuylashsin, biz bilan duet kuylashsin. Endi shunaqa qiziq bo'lyaptiki, biza xohlayotgan duetdoshlarimiz yo'q, biza kuylamaymiz. Kim aytdi shunaqa yo'q deb? Kim aytdi hozir? Endi bu hech kimga aytmaymiz mana. O'zim ayting. Ana mikrofonlar o'chirilgandi mana. Yo, endi shunaqa ham bo'ldi. Men o'ylab topayotgan narsam yo'q. Bu narsani rostdan ham. Endi biza xohlayotgan narsa endi duetdosh. Buni endi xudo xolasa birinchi narsasi chiqqandan keyin umuman fikrlar nimada balkim oddiy holda aylanib ketar umid. Endi Farruh aka sizdan xafa bo'lmang, Jennifer Lopez aytolmaydi deb shularni. Jennifer Lopez, Jennifer topdi, Jennifer yo'q dedi. Ana endi esa Umidjon yangi yildagi rejalar haqida bir eshitsak. Yangi yildagi rejalarimiz xudo xolasa juda ham ko'p. Ustoz bilan ishlayapmiz. Endi rejalarimiz ustoz o'zi aytib qo'ydi. Juda ham kamtar. Rejadan xonandani xabari yo'q. Yo, endi buni sir saqlayverib, bir kichkina joyda o'tirib, bu bilan rasmga tushma, bu bilan ko'rinma, kepkani kiydirib. Faqat sir, qanaqa parmezan sirmi, qanaqa sir? Yo, endi bu endi sodda-da bu. Sodda endi. Bo'ldi, keling. Boshida gap keldi, gapirman. Boshida hamma sodda bo'ladi. Shu hammaga o'xshab. O'shanga endi xudo xolasa bu nima deydi? 2015-yilda xudo xolasa boya aytgandek, hozir ishlash jarayoni bo'lyapti. Ikkita qo'shiq chiqaramiz. Bittasi o'sha o'zini nega qo'shig'i, bu sir emas. Endi hamma kutyapti, negani qilishsa kerak, endi remix holatda. Endi remixda boya aytganda duetdoshlarim, men o'ylayotgan duetdoshlarim nafaqat bitta qo'shiqchi bilan 3-4 ta yulduzlarimiz bilan bitta qo'shiq ichida, klipni ichida. Butun estrada esa, masalan, lekin negani o'zingiz aytasiz, boshqa hech kim unaqa ayta olmaydi. Negani o'zlari aytadilar. Xudo xolasa mana shunaqa niyatda ham yuribman hozir. O'ylab, endi hozir qaysi bir yaxshi chiqsa, qaysi bir nimasi to'g'ri kelsa, o'shani aytamiz. Endi bizning o'zi san'atkorlar maqsadi xalqni bir xursand qilish. Boshqa vazifamiz yo'q. To'g'ri, faqat ko'nglini olish bizning vazifa. Hozir shu xalqqa qanaqa yoqish to'g'ri keladi, o'sha narsani qilish. Farruh Badalbayev, yangi yil tilaklaringiz O'zbegim ahliga. 2015-yilda, xudo xolasa 2014-yilda erisha olmagan yutuqlarimizni yoki bir erishgan yutuqlarimizni undan ham ko'p bo'lsin, bir nima deydi? Mana shunaqa yangilikligi, yaxshi yangilikligi ko'p yil bo'lsin. Aytganingiz. Hamma ijodkorlarga omad tilayman. Hamkorlik qilayotgan har bitta do'stlarim, har bitta insonlarimga rahmat. Bu yilda menga yordam bergan va menga qo'ldan kelguncha qanaqadir yonimda turgan ukalarimga, do'stlarimga rahmat deyman. Va shuni aytmoqchimanki, mana birinchi o'rinda Aisho.uz Amil Kamilovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Eng birinchilardan bo'lib menga qo'l berib, "Okajon, men sizni nimangizni tushundim" degan. Va ikkinchi bo'lib Radio Grandga, Ibrohimga kattakon rahmat mana sizga. Siz bilan chaqirganingiz uchun rostdan siz menga o'sha kuni telefonda deganingizda men bu narsani chin dildanligini sezib, xo'p dedim. Va yurtdoshlarimiz uchun bu narsa shu mana shu hozirga eshitib turgan odamlarning kayfiyati agar ko'tarilgan bo'lsa, mana shu kayfiyat umrlining oxirigacha tark etmas. Aytganingiz kelsin. Umidjon, sizdan yangi yil tilaklari albatta tinglovchilar uchun, Grand Radiosi muxlislar uchun. Yangi yil tilaklarimiz juda ham ko'p. Vatanimiz tinch bo'lsin. Hammamiz baxtli, ota-onamiz baxtimiz sog' bo'laylik. Vatan uchun. Shu vatan uchun. Vatan uchun yozgan bir 4 qator she'rni o'zi. Marhamat, vatan uchun, marhamat, eshitamiz. Vatan uchun jonimizni bersak ham arziydi. Bir qator she'rni o'qidi, hali buni vatanni sevish kerak degan she'r ko'rsatdik. She'r, Umidjon. Shu. O'sha resdan chiqib qoldi. Nega?
Seni sevgin uçar, seni sevgin uçar. Ayrıldık bizler, seni sevgin uçar. Ayrıldık bizler, seni sevgin uçar. Ayrıldık bizler, nega